Biz davlat miqyosida qonunchilikdan chetga chiqmagan holatda bu narsaga e'tibor berdik. Lekin jamiyat bunga tayyor ekanmi? Jamiyat ham muhofaza qilishga munosib o'zini ko'rsata olyaptimi? Rivojlanish bosqichidagi davlatmiz, rivojlanyapmiz. Jamiyatimiz bu islohotlarga, bu o'zgarishlarga tayyor deb o'ylayman. Negaki oldinlari bitta daraxt kesilgan taqdirda ham odamlar befarq. Menga nima degan bir tushuncha bo'lgan. Hozirgi kunda fuqarolarimiz, jamiyatimiz o'ta faol, ayniqsa ekologiya va o'sha atrof muhitni muhofaza qilish masalalari bo'yicha jamoatchilik nazorati ancha kuchaygan, ancha rivojlangan. Har bitta yo'nalish bo'yicha, har bitta masala bo'yicha jamoatchilik fikri bildirib kelinmoqda. Bu o'z navbatida mas'ul idora va tashkilotlarga qo'shimcha mas'uliyat, qo'shimcha shu javobgarlik yuklaydi. Aytib o'tish mumkinki, har bitta islohotga jamiyat tayyor. Mana daraxtni misol qildingiz, yana boshqa misollar bormi? Siz kesilishiga befarq bo'lmayapti dedingiz, lekin uni islohotiga, ya'ni rivojlanishga hissa qo'shyapti. Misol uchun o'tgan 2025-yilda ekologik ekspertiza to'g'risidagi qonun yangi tahrirda qabul qilindi hamda O'zbekiston Respublikasi ekologiya atrof muhitga ta'sirini baholash, strategik ekologik baholash va davlat ekologik ekspertizasi to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Shu qonunga muvofiq normativ bor. Har bitta rejalashtirilayotgan faoliyat qurilishidan oldin jamoatchilik eshituvlaridan o'tkaziladi. Ya'niki u bo'yicha jamoatchilikning aniq fikrlari o'rganiladi. Hozirgi kunda Davlat ekologik ekspertiza markazi tomonidan o'tgan 2025-yil bo'yicha aytadigan bo'lsam 50 mingga yaqin xulosa berildi. Shu 50 mingga yaqin berilgan xulosaning salkam 50-60% ga yaqin har bittasi jamoatchilik eshituvlaridan o'tgan. Shu jamoatchilik eshituvlarida aholining fikri, qurilayotgan zavod, fabrika deymizmi yoki bir amalga oshirilayotgan boshqa xil faoliyat bo'ladimi, o'zini fikri, talablari belgilab bergan, bildirgan, o'sha asosida xulosalar berib, tashkilotga tegishli talablar qo'yib berilmoqda. Bizni qilayotgan navbatchi javoblarimiz sababchi issiqxonalar ekan, sababchi qurilishlar ekan, sababchi tandirlar ekan, sababchi avtomashinalar ekan. Bularga ruxsat berishdan avval ekologiya vazirligi bilan yoki yana boshqa o'rmon xo'jaligi yoki o'sha atrof muhitni muhofaza bilan shug'ullanadiganlardan ruxsat olib keyin ruxsat berilmaydimi? O'sha avtomashinaga, o'sha zavodlarga bugun yechimmi 200 ming tup daraxt ekishlik va albatta daraxtlarning kesilmasligini oldini olish, avtomashinalardan sakson benzinni olib tashlash yoki issiqxonalarni taqiqlash yoki yana qurilishlarni taqiqlash bu yechimmi? Bu savolga kelganim, avvallari yo'qmidi bular? Avval zavod yo'qmidi? Avval issiqxona yo'qmidi? Avval avtomashina yo'qmidi? Bular hammasi haligi navbatchi bizga o'xshagan ko'rsatuvlarda yoki yana bir nazoratli tashkilotlar ustidan qilinadigan nazoratlarga beriladigan javobdek bo'lib qolyapti har safar. Muammo har doim yechimdan oldinda yuradi. Yechim muammodan har doim orqada qoladi. Buni asosiy sabablari nimada? Birinchidan demografik portlash deymiz. Oxirgi 150 yil, 200 yil ichida dunyo aholisi 8 milliardga yaqinlashdi. Vaholanki 19-asr boshlarida 1 milliardga yetmagan. Shuncha aholining talabini qondirish uchun resurslarga talab ortadi. Resurs qazamiz, sanoat ishlab chiqaramiz, suvdan foydalanamiz, daraxt kesamiz yoki oziq-ovqat yetishtiramiz. Har birining o'ziga yarasha ta'siri bor. Shuni oqibatida butun dunyo hozir boshdan kechirayotgan iqlim o'zgarishlari muammosi kelib chiqdi. Buni bir kunda yoki bir yilda hal qilish yoki siz aytgandek o'sha daraxt ekib hal qilish u vaqtinchalik yechim bo'lishi mumkin, vaqtinchalik holatni stabillashtirishga erishish mumkin, lekin muammoni to'liq bartaraf qila olmaymiz. Bu uchun har bitta inson shu o'zidan kelib chiqib, o'z ehtiyojlarini to'g'ri yo'naltirishi kerak. Sanoat korxonasi nima uchun ishlaydi? Talab borda. Masalan, tekstil fabrikasi deymizmi, oziq-ovqatdan konserva qiladigan zavodmi, hammasi talab borki ishlaydi. O'sha talablarimizni me'yorlashtirsak agar, menimcha bu ham ozgina foyda beradi. O'sha resursni sarfiga. Ruxsat berish masalasiga to'xtalib o'tdingiz. Albatta har bitta tashkilot o'zini faoliyatini boshlashdan oldin tegishli organlardan, nafaqat ekologiya, qurilish vazirligi bo'lishi mumkin, suv xo'jaligi, shu mutasaddi tashkilotlardan ruxsatlarini, ularning xulosalarini, tegishli shartlarini olib ishlash kerak. Lekin ayrim qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlarimiz bor, ayrim mas'uliyatni his qilmaydigan fuqarolarimiz bor. Ular tomonidan o'sha ruxsat olmasdan to'g'ridan to'g'ri ishlab, noqonuniy faoliyat olib borib, xohlagancha masalan teplitsalarda reydlar o'tkazildi, ko'pchiligi chiqindi yoqadi yoki avtomobil shinalarini yoqadi. Boya o'sha qo'yilgan lavhaning ham boshida bitta shinadan chiqqan chiqindi tasvirlangan edi adashmasam. Filtrlar masalasi bo'yicha har doim talablar belgilanadi. Qat'iy 2019-yilda o'sha ekologik
konsepsiya tasdiqlangan, o'sha konsepsiyada belgilab qo'yilgan 99.5% dan kam bo'lmagan tozalash uskunalarini o'rnatishga majbur har bir tashkilot. Lekin o'rnatgan yoki talabga javob bermaydi, ekspluatatsiya davri o'tgan yoki bajarmagan. Xuddi shunaqa masalalar birdaniga yig'ilib mana shunaqa katta muammolarga sabab bo'ladi. Demak, har bir soha vakili vijdonan yondashishi kerak demoqsiz va qayerdadir gapingizdan korrupsiyani hidi kelyapti. Demak, qayerdadir pul bilan hal qilinib, nazoratsiz qoldirilgan, ruxsat berib yuborilgan demoqchisizmi siz? Yo'q, ruxsat berib yuborilgan demoqchi emasman. Ruxsat berilmagan bo'lsa, bugungi muammo nimaga bor? Muammo bitta u zavod, fabrika bilan emas. Butun dunyoda shu ahvol hozir. Tushundim. Aka, bir narsani tushundingizmi? Hozir bizga gap aytasiz. Muammo yechimdan oldin yuradi dedingiz-a? Muammo yechimdan oldin bugungi yuradi. kundagi muammoimizni, kelajakdagi prognozni bilamiz nima bo'lishini? Bilamiz. Biz 20 yil oldin buni bilardik-ku. Aholi ko'payishini, chiqindilar ko'payishi natijasida bizni hozirgi berilayotgan ruxsatlarimiz, bugungi qo'yilayotgan xatolarimiz kelajakda nima berishini bilar edik-ku. Demak, alternativni topishimiz mumkinmidi? Alternativlar bo'yicha har bitta o'sha masala bo'yicha qonunchilik jihatdan ham, boshqa jihatdan ham, ilmiy jihatdan ham qator ishlar bor, yechimlar bor, aniq vazifalar belgilangan. Lekin kimnidir mas'uliyatsizligi uchun menimcha uni kasofati to'g'ri hammaga ta'sir qiladi, lekin boshqa kimnidir javobgar qilish menimcha sal noto'g'ri yondashuv. Hozir o'sha nima deydi, nazoratsiz qilingan tashkilotlar bo'yicha ham tunu-kun reydlar bor, tunu-kun natijalar bor. Nechta tashkilot yopilyapti, nechtasi sudga oshirilyapti. Siz qo'shilasizmi meni gapimga, bugungi muammolarimiz kechagi xatolarimiz evaziga? Albatta. To'g'rimi? Kimlardir xato qilgan, endi badalini biz to'layapmiz. Hamma to'laydi buni. Boshqa ilojimiz yo'q. Hamma biz javobgarmiz. Siz bilan biz muhokama qilayotgan mavzu bu barcha jamiyatimizning fuqarolariga tegishli mavzu. Fuqaro bilmagan sohalar bor, oddiy fuqaro bilmagan holatlar bor. Sizlar mutaxassis sifatida bugungi o'sha bizni tomosha qilib turgan fuqarolarimizga nimalarni qilmaslikni, nimalarni qilishlikni tavsiya bergan bo'lardinglar. Bugungi kundagi global muammolardan kelib chiqib, turmush tarzimizda yuritishda e'tiborliroq bo'lish. 5 ta xonamiz bor, bittasida o'tiramiz, 4tasini chirog'ini o'chirib qo'yaylik. Ertalab turganda jo'mrayni ochib qo'ymaylik-da, bir stakan suvdan foydalanaylik. Bozorlik qilganda paket emas, ikkita oddiy latta xaltalardan foydalanaylik. Avtomobilimizda kamroq yuraylik, imkoni bo'lsa, tirbandlikda turmaylik. Bitta kiyimni haftada bir marta yuvsa ham amallasa bo'ladi. Yoki 2 kun, 3 kunda bir, har kun yuvmaylik. Mahsulotlarni me'yorida olaylik. Oziq-ovqatimizni, foydalanadigan narsalarimizni, gadjetlarimiz yoki boshqa har bir narsamiz butun boshli hayotimiz ekologiya bilan bog'liq. Bizning har bitta iste'mol qilgan mahsulotimiz qayerdadir atrof muhitni zarariga ishlaydi. Bizning har bitta foydalangan komfortimiz uchun ishlatgan qulayliklarimizni qayerdadir ta'siri bor. Voz kechish kerak emas. Faqat me'yorlashtirish kerak, kamaytirish kerak. Foydamizda ham, zararimizda ham haddimizdan oshish kerak emas. Me'yor chegarasi bo'lishi kerak. Me'yorni ushlash kerak. Azizlar, bugungi mavzuyimiz mana shundan iborat edi. O'ylaymanki, bugungi debatimizdan, bugungi suhbatimizdan kerakli bo'lgan ma'lumotni oldingiz. Biz siz uchun xulosa chiqarmaymiz. Xulosani siz chiqarasiz. Bugungi tashkil bo'lgan ekspertlarimiz bu qo'rqmaganlar, bular ishlayotganlar, o'z sohasida javobgarlikni his qilganlar. Qaysi soha vakili bo'lishidan qat'iy nazar sohangizga, qilayotgan xizmatingizga vijdonan yondashishlikni taklif qilgan bo'lardim. Yoshlar telekanali Rostinating tok shousi edi. Xayr, salomat bo'ling.